millatdan men birinchi marta Navro'z bayramiga qo'shilgan. Shunda o'qiyman. Hammani taklif qilaman. Hammani kayfiyati juda ham zo'r. Hamma joyda har xil bayramlar joyda davozlar, sumalaklar pishirilyapti. Biz juda ham xursandmiz. Yangilanish, yosharish bayrami Navro'z kirib kelmoqda. Shu munosabat bilan barcha O'zbekiston xalqini, Surxondaryo xalqini kirib kelayotgan Navro'z ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Qo'limda igna yo'q, qalam qo'shga. Boraveradi, kelaveradi, va'dasi boshqa yo'q, va'dasi boshqa. Yalala bobo, yalla. Navro'zim xush kelib sana, hayyara hey hey. Do'mbrani chertayik, bugun o'ynab kulayik. Navro'z sayrida qizlari, yurtboshimga qizlari, katta rahmat aytaylik. Hey hey hey, chinalaklar taqal, hayyara hey hey. Qadrli vohadoshlar, bahor ham, Navro'z ham, daraxtlarning gullashi ham, hammasi yurtimizda Surxondaryodan boshlanadi. Mana bugun vohamizda katta bayram, katta sayl. Bugun Jonajon viloyatimizning markazi bo'lgan Termiz shahrida Yangi O'zbekiston massivida ilk bor Navro'z bayrami boshlandi, nishonlandi. Bugun butun voha ahlini, ayniqsa shahrimiz xalqini bugungi bayramga taklif qilaman. Kayfiyatlar juda ham ajoyib. Hamma joyda bayramona ruh, bayramona kayfiyat. Men sovuqligi ham umuman bilmayapti-da, ob-havoni. Bunaqa atmosfera, bunaqa imkoniyatlar, sharoitlar, buncha albatta prezidentimizga rahmat aytib qolamiz. Bizda davlatlarda bunaqa bayram ham armonda. Bizda bunaqa tinchlik bo'layotgan joyda bunday bayramlar bo'lishi o'zi katta baxt aslida. Bunday ko'tarinkiroq bayramdan quruq qolishimizni xohlamayman. Mana bugun yurtimiz bo'ylab keng nishonlanayotgan Navro'z bayramini ham Surxondaryoda boshlab oldik. Birinchi kuni taassurotlarimiz juda ham ajoyib.